Dersimizin namlı sözler ötülü. Keyinki bir tür. Şыңның yo'qwa. Ya'ni aralashtirish turi. Bu turdan biz hech qaysini tanlamaymiz. Mo'rni altı tursi bo'ldi. Ondan keyin fuchi yo'qwa. Bunimi boshqa tanishmaymiz. Bo'rimda imkon bilan ablashmaymiz. Bu bekatda xatolik chiqadi. Ondan keyin ichki saqlag'uchni aralashtirish. Bu turlarni biz tanishmaymiz. Mo'rni altı tursi bo'ldi. Ondan keyin S, E, O, Sh. Ammo bu nima desa, bu iqtidor bekatniki HTML iqtidorini ochadi. Ya'ni bekatni HTML betga aylantirib, undan keyin ko'rsatib turdi mana. Ama shundan masalan mavalaqa monxo, ya'ni bosh bet deb oldik-ku, bosh betni HTML shaklida ko'rsatish, mavalaqa yozma yo'llash beti, undan keyin munbar yozmalar qatorliqlarni shuni tanlasak bo'ldi. Ehtiyojimiz olsa ochamiz yoki ochmaymiz, Undan keyin bosh bet. Bu qayerda desa, masalan, maniki biz munbar qismiga qaytib ketdi. Mesela bunu darvoza deb topatdı. Mesela qarsak men darvoza deb degan. Biz bu xatni almashtirsak, ashurlik xat almashidu. Başbat qilib etdim. O'zgardi. Ma keyingisi luntan bu munbar odatmi. Ma joyvan buni odatda o'yli deb olamiz. Ma chunzu degan gap to'p yoki guruh deb ataq bo'ldi. Ya'ni birisi cheta. Ama apgan ma'nimi o'zgartmaymiz. Saqlab etdik. Undan keyin batni yangilash qilaylik. Mana. Ma o'rin o'zgarmayapti, ya'ni boshqa o'rinda tashlaymiz. Buni keyin so'zlab o'tildi. Keyingi bir tur yumshachi. Bu o'rindan bu tashlaydigan turlar yo'q. Buningdanmi yo'q. Ma'nodimi tashlamaymiz. Ma guangbo'shachi, ma bayam ochqa iqtidor bu o'ringa tegmasak bo'ldi. Undan keyin kungjanshachi bo'shliq tanishiga. Bu o'rindami boshqa favqulodda tanishadigan turlar yo'q. Undan keyin yong'o'shuvchan, ya'ni a'zo huquqi. Mava birinchisi a'zolarninki temisini va yozmasini ko'rish huquqi deydi. Bu o'rindan mush holatda ko'ngillik olti shu tanishgan buni chaqilmaymiz. İkinci birisi yani tasdiqsiz o'tgan temirlar bormi yo'qmi shuni askarcha chiqaramdi degan gapkan. Buningda degan turtlarlarkan bunimi tanishmaymiz. Undan keyin bu a'zolar qatorini ko'ralandi deyotdi. Bumi ishoratgan buni tanishmaymiz. Endi ma'lumotga diqqat qilaylik. Bu nima desa tezi zishu. Yani ma'lum bir temining eng qisqa cheklamasi deyotdi. Buning o'zi 10. 10 degan gap 10 harfning qisqa bo'lgan temini yo'llashga bo'lmaydi degan gap. Hamda ma'lum o'zi eng yuqori cheklamasi 10 ming deyotdi. Bu nisbatan oz. Shuning biz buni o'zimiz xohlagancha cho'ngaytib ko'rsak bo'ladi. Sen men hozir buni 1 million qiladim. Demak 1 million xatlik temi yo'llash bo'ldi degan gap. Endi bu yerda bir nechta turlar bor. Buning birinchisi putung joti. Odatdagi tema, mush temini yo'llay olamiz deydi. Buni aytib bunu açmışsak azana tema yo'llayamaymiz. İkinci birisi biletlik tema, ya'ni saylam temasi deb ataymiz. Masalan, ma ko'z qarash qanday qarashingiz va javob qo'llayman, bejavob qo'llayman degan turlarni chiqarib bersak, shunga bilet tashlaydi. Buni men aytib qo'yaman. Ma birisi shampin joti, ya'ni tovar temasi yo'llaydi. Tovarning rasmi, asli bahosi, hozirgi bahosi yo'llab, tovar temasi shaklida yo'llaydi. Undan keyin bu yana bir tur ekan, odat buxtarni biz asosan munbarlarda echib ishlatmaymiz. Undan keyin xodong joti, ya'ni faoliyat ep bo'lgancha ishlatiladigan tema. Qatorliq turlar ekan, hozircha bizning ishlatadiganimiz 3 ko'pinchilari. Ammo shuni tanlasak bo'ldi. Undan keyin a'zolarninki tema qarta to'g'lashliqlarni ochamsiz deyotdi. Men fokan biz buni shiq tanlab qo'yamiz. Ya'ni temada azroq masala ko'rilgan holda yana qayta o'z tahrirlash oldi ep baralaydi o'zining a'zolar. Bo'ldi. Undan keyin panfan deyotdi. Bu degan gap baho. Bu yerda 0 desak, cheklanmaydi deyotdi. Biz bu yerda 0 ni tanlab qo'yamiz. Bu banjo degan gap, boshqaruv degan gap, boshqaruvchining cheklamasi degan gapkan. Buning for cheklami yo'q. Bu qayta takrar bog'lashga bo'lamdi deyotgan, buni yo'q debdi. Amniyatning bir temini 2 qatim bog'lamaymiz, 1 qatim bog'lashga bo'ldi degan gap. Uchinchisi, o'chirilgan temalarni tahrirlay olamdi deydi. Yong'u birinchi tezi yaxshi shanchu. Ya'ni a'zo o'zining temisini tahrirlagan vaqtida o'zi o'chirib olsin deyotdi.
Bu o'rindan sh degan turni tanlab qo'yapti. Biz bu o'rindami mush ko'ngil qarab turdi. Tejab qilib o'tamiz. Bo'ldi. Bu qadam darsimmi mishaga bo'lsin, xayr xo'sh.